Assalomu alaykum. 107-mavzu o'qli simmetriya. Bu mavzu qaranglar. Simmetriya o'qi deyishimiz ham mumkin. Ma'noda teng ikkiga bo'lsak va ikkala qismi ustma-ust tushadigan bo'lsa, bular simmetriya o'qi bo'ladi. Qaranglar, misol uchun kapalak. Mana kapalak teng ikkiga bo'ladigan bo'lsa, mana qaranglar, mana qora bilan bo'ldim. Mana o'sha ikkala qismi ham bir-biriga teppa-teng ustma-ust tushadi. Buklagan paytimizda yoki mana shunday o'rtadan teng bo'ladigan bo'lsa simmetriya o'qi bo'ladi yoki tarvuzni ikkiga bo'ladigan bo'lsanglar ham shunaqa. Mana bu 8 oyoqli, bu yerda 6 oyoq berilgan ekan, a? 2 oyoq ekan. Mana shunday bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Simmetriya o'qi, ya'ni teppa-teng bo'linadi. Yoki mana bu joyda qor parchasi, qaranglar, ikkiga bo'ladigan bo'lsa, bu ham teppa-teng bo'ladi. Endi sizlarga mana shunday bizgacha bu yog'i. Hozir endi qaranglar, mana buni ham shunday ikkiga bo'ladigan bo'lsa, bu ham simmetriya o'qi bo'ladi. Shakl yarmi birorta o'qqa nisbatan uning ikkinchi yarmi bilan to'liq ustma-ust tushsa, hozir aytgandek, buklaganda ustma-ust tushsa, bunday shakl simmetrik shakl deb ataladi. Bu o'q esa simmetriya o'q deb ataladi. Buni da qoida qilib daftaringizga yozib qo'yinglar. Mana gaproq, to'g'rimi? Mana shu ham simmetrik bo'ladi ekan. Keyingi bu shakllarni daftaringizga ko'chirib chizing, ularning qolgan yarmini shunday chizingki, bu shakllar simmetrik bo'lsin. Buni chizib ko'rsataman. Qaranglar. Mana bu tomon ikkita katak chizilgan. Biz ham ikkita katak chizamiz. Bu tarafga ham ikkita katak chizamiz. Endi qaranglar. Mana chizdim, to'g'rimi? Mana bu joyga kelgan, ikkalasi ham mana shunday, bu ham bu joyga kelgan. Mana simmetrik bo'ldi. Mana shu o'qqa nisbatan o'qni ham chizib qo'ying. Mana bu yerda uchburchak berilganmi bizga? Yaxshi ko'rmay qolibdi. Mana mana shu bir ozgina qiyshiq chiqib ketganmi? Buni yon 1, 2, 3 katak. Mana shu o'qqa nisbatan simmetrik chizadigan bo'lsam, bu taraf ham mana shunday bo'ladi. Ozgina qiyshiq ketdi. Keyingisi ham mana yulduzcha bu tarafga tushirasizlar, bu tarafga ikkita katak kirasalar. Keyin mana bu joyga tushirasizlar. Shunday. Keyingisi esa bundan bu tarafga bitta katakmi, ikkita katak ekan. Mana bu tarafga chizamiz. Mana simmetrik bo'ldi. Mana shunday qilib chizib qo'yasiz daftaringizga. Daftaringizga ushbu shakllarni yasang, ularda mumkin bo'lgan barcha simmetriya o'qilarini o'tkazing. Bu shakllarning har birida nechtadan simmetriya o'q bor, buni topamiz. Qaranglar, mana bu kvadrat bo'ladigan bo'lsa, agar kvadrat bo'ladigan bo'lsa, buning simmetriya o'qlari nechta sanaymiz mana. Yaxshilab qaranglar. Mana shunday chizadigan bo'lsam, bitta, bunda ikkita, hozir ozgina qiyshiq ketib qoldi. Ikkita, mana bu tarafdami? Diagonal bo'yicha kesamiz, 3 ta. Mana bu diagonal bo'yicha kesamiz, nechta bo'ldi? 4 ta. Hozir o'quvchilar ozgina ruchkada sal muammo bo'lganligi uchun qiyshiq ketib qoldi. Yana chizishga harakat qilamiz. Qaranglar. O'rtadan chizish kerak. Sal teparoqdan xullas mana ikkita bo'ldi. Mana bu pastga bunday chizamiz, 3 ta, bu tarafdan o'tadi 4 ta. Mana shunday 4 ta bo'ladi. Xullas birinchisida chizasizlar shunday. Keyingisi agar bu muntazam uchburchak bo'ladigan bo'lsa, bu tarafga kesganimizda va bu tarafga kesganimizda hamda bu tarafga kesganimizda bular ustma-ust tushadi. Bunda 3 ta bo'ladi. Alanada cheksiz ko'p, chunki bunaqasiga o'rtadan markazdan kesaveradigan bo'lsak, cheksiz deb yozib qo'yasizlar, cheksiz. Juda ham ko'p, uni sanab bo'lmaydi. Keyin mana bu shaklda 1, bunda 2, mana bunaqasiga 3. 3 bo'ldimi? Endi bunaqasiga bunday 4, bunaqasiga 5, bunaqasiga ham kesamiz 6, yana qaysi qoldi? 6 ta simmetriya o'q bo'ldi, to'g'rimi? 6 ta deb yozib qo'yamiz. Simmetriya o'qi bor barcha harf va sonlarni eslaning va daftaringizga yozing. Ayrimlarni yozib ketaman. Mana 8, 0, bu
raqamlar. Yana qaysi? Olgan o'zingiz yozasiz. Harf bo'lsa mana A harfi. Yana H harfi. Yana qaysi harf bor? Keyingilarni o'zingiz mustaqil yozasiz. Hisoblang, bu misollar qaysilar simmetrik deyish mumkin. Mana. Buni hisoblaymiz ekan. Ya'ni bitta ikkitasi ustma-ust tushib qoladigan bo'lsa javoblar, ularni simmetrik degan ma'noni anglatishi mumkin deb aytgan bo'lish mumkin mana shu 5-misolda. Birinchisini ko'paytiraman. Ustun shakldagi daftaringizga yozib qo'yasiz, men to'g'ridan-to'g'ri ko'paytirib ketaman. Birinchisini ko'paytiradigan bo'lsam 315.400 chiqadi. Yozib qo'yamiz 315.400. Keyingisini ko'paytiradigan bo'lsak 247.324 chiqar ekan. Keyingisini hisoblaymiz. 538.880 ni bo'lamiz 40 ga. 13.472. Keyingisini hisoblaymiz. 575.757. Bo'lamiz 57 ga. 10.101. 10.101. Keyingisini qaranglar mana. Ikkalasi ham bir xil ekan mana. Buni ham bittasini hisoblab ikkiga ko'paytirib qo'ysak mana 925 ko'paytirilgan 63. Keyin ko'paytirib qo'shadigan bo'lsa, qaranglar 116.000 116.550 chiqadi. Barobar keyingisi 437.900 ayrilgan 252.819 bo'lingan 9. 409.809 chiqar ekan. Javobi 409.809. Mana buni ham bajardik. Keyingisi. Simmetrik vitraj yasang. Yasash uchun 256 ta bo'lak qizil shisha, 126 bo'lak yashil shisha, yashil shishadan 3 marta ko'k shisha. Qaranglar, buni yozib qo'yishtaman. Qizil nechta? 256 ta. 126 bo'lak yashil. 126 bo'lak. Yashil shishadan 3 marta ko'k shisha. 3 marta ko'p desa 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Ko'k rangli shishamiz 126 ni nimaga ko'paytirishimiz kerak? 3 ga barobar 8 7 378 bo'ladi, to'g'rimi? Va yashil shishadan 6 marta ko'p oq shisha. Oq qaysidan ko'p deyapti? Yashildan. Yashil esa 126 edi. Uni 6 ga ko'paytiramiz barobar 6 kar 6 36, 3 yoqda. 6 ga 2 ni ko'paytiradigan bo'lsam 12 yoqdagi bilan 15 bir yoqda 6 ga 1 ni ko'paytiramiz. 6 yoqdagi bilan 7. 756. Vitraj uchun jami nechta bo'lak shisha kerak bo'lgan hammasini endi qo'shib chiqamiz. Qaranglar, to'g'ridan to'g'ri javobni yozib ketaman. Javob hammasini qo'shadigan bo'lsam 1516 chiqadi. 1516 yozamiz. 1516 ta shisha bo'lagi kerak bo'ladi. 7-chi shakl bo'yalgan qismini yuzini toping. Buni sizlarga o'rgataman, qaranglar. Mana bu to'g'ri to'rtburchakning yuzasini topishimiz uchun do'stlar, to'g'ri to'rtburchakni 9 ga 6 ni ko'paytirishimiz kerak, to'g'rimi? Mana shu katta to'g'ri to'rtburchakning yuzi 9 kara 6 nimaga teng? 54. Barakallah. Mana shuning yarmi bo'lsa, mana shu 54 ni nimaga bo'lamiz? 2 ga. Shunda yashil qismi necha chiqar ekan? 27 sm kvadrat.
Ya'ni mana shu to'g'ri to'rtburchakning yuzini topishim uchun 9 ga 6 ni ko'paytirdim. Keyin 2 ga bo'ladigan bo'lsa, mana shu yarmining yuzi kelib chiqadi. Endi qaranglar. Bu shaklning yuzasini topishimiz uchun 6 ga 6 ni ko'paytirishimiz kerak. Endi shuning yarmi yuzasini topishimiz uchun 36, to'g'rimi? Qaranglar. 36 nimaga bo'lamiz? 4 ga bo'lgan. 36 ni 4 qismga bo'lgan. Har bittasi 9 dan bo'ladi. Ikkitasi-chi, mana shu ikkitasi. Demak, S mana bo'yalgan sohaning yuzi dedim, SB, ya'ni bo'yalgan sohaning yuzi 9 qo'shilgan 9 barobar nima ekan? 18. Barakalloh. 8-ga o'tamiz. Masala tuzing va uni yeching debdi. Qaranglar. Bitta stolning narxi 1,630,000 so'm. Bittasi. Endi qaranglar. Bizga stullar soni nechta? Stullar soni noma'lum, shuning uchun x deymiz. Buni qaysi tartibda ishlaymiz? Qaranglar, yozib ko'rsataman mana. Har bittasini ko'paytirish kerak ikkalasini ham. 4 ko'paytirilgan x qo'shilgan, ya'ni 1 ko'paytirilgan 1,630,000. Jami summa nimaga teng bo'lgan? 3,90,000 so'm. Endi bunga masala tuzadigan bo'lsak, qaranglar. Bitta stolning narxi 1,630,000 so'm. Yoki mana bunday tuzish mumkin. Qaranglar, boshidan boshlayman. Bitta stolning narxi 1,630,000 so'm hamda 4 ta stolning narxi bilan 4 ta stolning narxi bilan 4 ta stul bilan bitta stolning umumiy narxi 3,90,000 so'm. Bitta stolning narxini toping deyishingiz mumkin. Mana bitta stol va 4 ta stolning umumiy narxi 3,90,000 so'm. Bitta stolning narxini toping. Mana shu tenglamani bajaramiz. 4 ko'paytirilgan x barobar 3,90,000 dan ayirishimiz kerak 1,630,000 dan. Endi 4x barobar ayiradigan bo'lsam 1,460,000 qoladi. Buni ham 4 ga bo'lamiz. 365,000 qolar ekan. Ya'ni bitta stulning narxi 365,000 so'm. 2023 sonini chapdan ham o'ngdan ham bir xil o'qiladigan ikkita simmetrik sonlar yig'indisi ko'rinishida yozing. Ya'ni chapdan ham bir xil, o'ngdan ham bir xil o'qiladigan. 9-chi juda ham qiziqarli savol, har doimgidek. Qaranglar, 9-da simmetrik sonlar yig'indisi ko'rinishida tasvirlashimiz kerak. Bu sonlar 1771 soni qo'shilgan 252 soni bo'ladi. 1171 va 252. Ya'ni bular palindrom sonlari ham deb ataladi. Ya'ni boshdan o'qisangiz ham, oxiriga teskarisidan o'qisangiz ham bir xil bo'ladi. Palindrom sonlar ham deyiladi. Qo'shadigan bo'lsak 2023 hosil bo'ladi. Mana shunday ekan 1171 va 252 sonlari. 10-chi, daftaringizga uyning yarmi chizilgan, uning o'ng yarmini simmetrik ravishda chizing. Qaranglar, juda ham oson. Buni mustaqil uyda bajarsangiz ham bo'ladi. Ozgina yordamlashib ketaman, qaranglar. Chizishimiz uchun mana bu tepada nechta katak bo'lsa, shuncha katak chizamiz mana. 3 katak berilgan, 3 katak. Endi qaranglar, pastga qarab tushaman mana. Mana bu nuqtani belgilayman. Chizib oldimmi? Bu tarafga nechta katak urgan mana? 1, 2, 3, 4 katak. 1, 2, 3, 4 katak. Mana shu nuqtani belgilab, keyin mana shunday to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Keyin buni tutashtiramiz mana. Eshik bir katakmi? Demak, bir katakka bir katak chizamiz mana. Chunki yarmi edi, to'g'rimi? Endi qaranglar, orada bir katak tashlangan, deraza chizilgan mana. Derazani ham chizdim. Keyin pastga tushiramiz. Mana endi ustma-ust tushadi. Mana shu holatda.
keyingisi hisoblang. Chapdan o'ngga ham o'ngdan chapga ham bir xil o'qiladigan so'zlar, jumlalar va sonlar nima deb ataladi? Masalan, tut, aro, qora, tut bir xil o'qiladi. Qaranglar. Qiziq, qiziq, teskarisi ham, qiziq. Ko'paytirib chiqamiz. Bu palindrom sonlar bo'ladi. Hozir ko'ramiz, qaranglar. P A L I N D R O M. Buni mustaqil bajarasizlar. Javobini yozib ketaman. Qaranglar mana. Ko'paytirib hisoblab, pastga yozib chiqish kerak. Juda ham oson. 76. P A L I N D R O M. Mana shunday chiqadi. Pani bajarsanglar javob 76 chiqadi. Va hokazo mana shunday bu amallarni bajarib javobini o'zingiz yozib chiqasiz. Xayr, keyingi darslarda ko'rishguncha.